Oliy ma'lumotli uy bekasiman. Erim chiqib ishlashimga ruxsat bermaydi va o'zimning sohamda ham unaqa yaxshi menga mos ish yo'q. 3 ta farzandim bor. Ancha katta bo'lib qolishgan, lekin men juda ham asabiy bo'lib qolganman. Erim bu holatimni ko'rib, mayli biror ish bilan uyda shug'ullan, biror hunar o'rgan deb aytgandilar. Singlim esa menga sizni videolaringizni yubordi. Taqinchoqlar yasashga o'zi yoshlikdan qiziqardim, lekin qayerdan o'rganishni bilmasdim. Bunaqa onlayn kurslar borligini ham bilmasdim. Boshida o'zi onlayn o'rgan bo'lmaydi-ku deb hayron bo'lgandim. Erimga bu haqida aytganimda ularga ham ma'qul keldi. Ularga ko'chaga chiqmasam bo'ldi. Shunaqa qilib kursingizga yozildim. Boshida uyda zerikmaslik uchun boshlagandim, lekin qarasam bunga talab ko'p ekan. Qaysi kelinni boshiga qaramay bitta shunaqa taqinchoq taqib olgan bo'ladi. Ortiqcha pul zarar qilmaydi dedimda zakazga yasashni boshladim. Hozir asablarim shunaqa tinchlangan, shunaqa xursandman hayotdan, zakazlarimdan ortmayman ham deb bir o'quvchim yozib yuborganlar. Meni bunaqa o'quvchilarim juda ham ko'p. Sizni ham 10-potok Xrustal kursimga taklif qilaman. Kurs haqidagi to'liq ma'lumotni esa biznes boshlash dasturidan bilib olsangiz bo'ladi.